Assalomu alaykum hamqishloqlar. O'zga yurtlarda ishlab yurgan hamqishloqlarimiz barchamizga mana shu G'ulakandozga mana shunday sog' salomat yorug' yuz bilan kirib kelishlik nasib ro'za aylasin. Qayerda bo'lsalaring ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz hamisha duoda bizlardan xavotir bo'lmaylar. Mana o'zgarishlar, yangiliklar bo'lib turibdi. Mana asfalt qilish boshlandi. Mana Barazorning pastidagi mana Xorij mahallamizda, qishlog'imizda obodonchilik juda ham kuch ko'rsatmasin iloyim. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Boshlaring omon bo'lsin, topganlaring yaxshi kunlarga buyursin. Barchamizga yaxshi kunlarda ko'rishish nasibi ro'za aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.